Hop, mana o'rtoqlar, keyingi obyektimizga ham keldik. Hozir birinchi patok bolalarimiz naryoqda ishlashyapti, ya'ni Bo'z bozordagi obyektimizda. Hozir ikkinchi obyektimizda ikkinchi patok bolalarimiz ish jarayonida. Hozir ularni atzelni sizlarga ko'rsataman. Bu yerda qanaqa toshdan bo'lyapti? Ko'xnagami, san o'zi qayerda? Ruslan, bitta ham xudo xolisa kvarts toshidan stolishnisalarni qilib beryapmiz. Bu obyektimizni shu Chingan Перекресток Ekobozor tarafida joylashgan. Mana shu biznes center ichida qo'yiladi. Mana bu zdaniyada, adashmasam. Da, bo'ldi. Ularni ham keyin bitgandan keyin отдельный video syomka qilib postlarga joylaymiz. Uji bu bugungi ustanovka bo'layotgan ikkinchi obyektimiz. Xudo xolisa. Undan keyin nima bo'ladi yana? Xo'p, undan keyin bitirilgan 3-4 ta obyektimiz bor. Qo'ldan kelgancha hammasini sizga olib borib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerda уже bitgan holida uy egasiga topshirilgan. Uni ham xudo xolisa shu obunachilarimizga ko'rsatishga harakat qilamiz. Zo'r video syomkalar qilib, обязательно postga qo'yib, sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Чтобы o'zimizning ishimiz qanday bo'lyapti, ish jarayoni qanday bo'lyapti, umumiy bitgan obyekt qanday holatda, shularni to'liq ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Kutib qolinglar, olovni bosib qo'yinglar. Xudo xolisa.